Bir gunohingiz bor edi, shu gunohingizni Alloh o'chirib tashlashini xohlasangiz, 3 ta ish qiling deydi ulamolar. Birinchisi, shu gunohdan tiyiling. Aroqxo'r bo'lsangiz, benamoz bo'lsangiz, sutxo'r bo'lsangiz yoki qimorboz bo'lsangiz, shu ishdan tavba qilmoqchi bo'lsangiz, to'xtating birinchisi. Ikkinchisi, yurakdan afsus, nadomat cheking shu ishni qilganligingizga. Va qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering, qilmadim deb ishni. Men hech qachon aroq ichgan emasman. Men hech qachon benamoz bo'lgan emasman. Men esimni tanigandan beri namoz o'qiyman. Siz haqsiz. U odam boshqa endi. Sen qayerda ko'rgansan meni ishga? Birodarlar, Alloh kechaman deb turganda bandasi kim u pesh qilgan? O'shuning uchun Allohga qaytib qilmaslikka ahd berdingizmi? Namoz o'qiyapsizmi? Esdan chiqaring uni. Gapirmang uni, lekin matizda tursin. Allohdan qo'rqishlik uchun birodarlar. Demak, istig'forni ko'paytirganda Alloh taolo g'amini hal qilib qo'yadi, mushkulini oson qiladi va bo'ldimi? Yo'q, albatta pulga taqaladi yana. Kutmagan joydan problema bor, hal qilib berdi, tupidagi chiqarib qo'ydi, orqasidan yana